Plastik jarrohlik faqat chiroy uchunmi? Bu juda ham yaxshi savol. Plastik jarrohlik juda ham keng soha. Ya'ni plastik xirurgiyani bitta yo'nalishi bu estetik xirurgiya, ya'ni yoshartirish bilan bemorlarni ko'proq o'sha chiroy berish bilan shug'ullanadigan estetik xirurgiya yo'nalishi bu plastik xirurgiyani bitta kichkina bo'limi hisoblanadi. Undan tashqari plastik xirurgiyani rekonstruksiya bo'limi bor. Ya'ni rekonstruksiya bo'limi bu bemorda yo'qotilgan organni yoki jarohat olgan, travma bo'lgan organni qayta tiklashga yoki vaqt o'tib yosh ulg'aygan sari o'zgarishga uchragan organni holatini qayta tiklashga qaratilgan bo'lim hisoblanadi. Rekonstruktiv plastik xirurgiyada masalan kuyishdan keyingi chandiqlarni davolash, ya'ni bemorlarda qo'l yoki bo'yin sohasida, oyoqlarda shu bo'g'im sohasida bo'lgan kuyishdan keyingi chandiqlar natijasida tortilib qolishi va kontrakturalar natijasida harakat faoliyati, hayot faoliyatida qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bularni yaxshilash uchun bemorlarda plastik jarrohlik amalga oshiriladi. Keyingi holat bu travma holatlari. Travma holatlari yiqilib tushishdan tortib avariyalargacha bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda bemorlar orasida, tashrif buyuruvchilar orasida avtohalokatdan keyingi holatlar juda ham ko'p. Ya'ni avtohalokatdan keyin yoki yiqilib tushishdan keyin bemorlarda asosan muammolar yuz sohasida bo'ladi. Ya'ni yuz sohasida har xil chandiqlar bo'lishi mumkin yoki sinish, burun sinishi deylik yoki qoshda, qovoqda yirtilishlar bo'lishi mumkin. Yuz sohasida har xil yirtilishlardan keyingi holatlar bo'lishi mumkin. Odatda ko'pchilik shu uzoq joylardan tashrif buyuradigan bemorlarda chandiqlarni qo'polligi muammosi bo'ladi, chunki bu yerda birinchi zveno, ya'ni birinchi tez tibbiy yordam zvenosida albatta plastik xirurg emas, albatta o'sha xirurglar yordam berishadi va xirurglar bu yoqqa yordam ko'rsatishgandan keyingi holatda plastik xirurgiyaga bemorlar yana ham chiroyli, yana ham o'sha benuqson qilib jarohatlarni tuzatish uchun tashrif buyurishadi. Endi bundan tashqari bemorlar orasida onkologiyadan keyingi holatlar mavjud. Ya'ni onkologiyadan keyin masalan teridagi har xil o'smalar, xavfli o'smalar, xavfsiz o'smalar bo'lishi mumkin. Sut bezi o'smalari, ayollarda sut bezi o'smalari hozirgi kunda Amerika statistikasiga ko'ra har 8 ta ayoldan bittasida sut bezi raki uchraydi. Ya'ni bu ko'rsatkich juda ham katta va shu ayollarda erta o'smani aniqlash va onkologiya bilan birgalikda erta aniqlangan o'smani olib tashlab shu sut bezini o'rnini qayta tiklash, ya'ni bemorlarni ko'krak jarohati bilan bir umr yashash emas, o'smani olib tashlab ko'krakni qayta tiklash va bemorni hayot faoliyatini avvalgidek yaxshi davom ettirishga, o'ziga ishonchini yaxshi bo'lishiga yordam beradigan onkoplastika yo'nalishi, ya'ni ko'krak sut bezi o'smalaridan keyingi plastik xirurgiya rekonstruksiyasi yo'nalishi mavjud. Bundan tashqari tug'ma nuqsonlar juda ham ko'p. Hozirgi kunda qovoqdagi nuqsonlar, labdagi, tanglagidagi, barmoqlardagi nuqsonlar juda ham ko'p uchraydi. Bu bemorlarimizni albatta davolash bilan plastik xirurgiyada alohida yo'nalish, ya'ni bolalar plastik xirurgiyasi yo'nalishi mavjud hozirgi kunda. Albatta bu soha rekonstruktiv yo'nalish hisoblanadi va hozirgi kunda bemorlar uchun juda ham yaxshi yordam ko'rsatib keladi. Endi masalan rinoplastika sohasini oladigan bo'lsak, rinoplastika qaysidir nazarda estetik tomondan estetik plastik xirurgiyaga ham kiradi, lekin bu yerda nafas muammolarini unutmaslik kerak. Ya'ni rekonstruksiya tomonlari bor. Rinoplastikada nafaqat ko'rinish to'g'rilanmaydi, balki nafas muammolari ham bir yo'la to'g'rilab ketiladi va bu narsa bemorlarda ham estetik tomondan, ham rekonstruksiya tomondan yordam ko'rsatadi. Umumiy qilib olganda plastik xirurgiyada estetika bilan rekonstruksiyani bir holatda, ya'ni har bitta vrach estetika va rekonstruksiyani birgalikda olib borishi bemorlardagi natijani yana ham yaxshi bo'lishiga yordam beradi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Agar qo'shimcha savolinglar bo'lsa, albatta yuboringlar. Biz qo'shimcha informatsion videolar qilishga harakat qilamiz. Pastdagi raqamlar orqali
konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin bo'ladi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.